Mana qizlar, muzlagan holati. Men piyolaga qo'yib muzlatib oldim. Endi mana shu bilan har kuni ertalab yuzimizni turganimizda mana bunaqa holatda mana artamiz. Ko'zlarimizni tegini artamiz. Bo'yinlarimizni. Buni hech qanaqa ziyoni yo'q. Mana bo'yinlarida ham hech qancha vaqt ketmaydi ertalab. Kofe damlagininglarcha yuzinglarni artib orasizlar bulyotda. Bo'ldi. Juda ham foydali bu. Fotostareniyani oladi, dog'larni ochartiradi. Ichida limon, olma oksis kislotasi bo'lgani uchun mana qo'llarimizga qilamiz. Juda ham foydali. Bir marta tayyorlab ko'rsanglar, odat bo'lib qoladi. Hech qancha vaqt ketmaydi. Uyda hamma